Kelamiz. Manzilimiz Xalqaro avtovokzal. Xalqaro avtovokzaldan reyslarimizni hozir aytib o'tamiz. Qaysi shaharga yuradi? Birinchi shaharimiz har doimgidek Moskva. Moskva metro Sholkovskiy, ya'ni metro Sholkovskiy avtovokzal Sholkovskiy. Yangi qurilgan avtovokzal. Toshkentdan Moskvaga haftada 5 kun, xudo xolasa buni bu yog'iga. Toshkentdan mana ko'rib turgani Город Героев, Sankt-Peterburgdan reysimiz haftada 2 kun, seshanba va juma kuni. Dushanba va juma kuni. Bu mana xarita aziz yurtdoshlar. Kim, например, siz Toshkentdan o'tirdingiz, M5 yo'nalish bilan Orenburg, Samara, Penza, Rezayn, Moskva. M7 yo'nalish Orenburg, Ulyansk, Kazan, Nijniy Novgorod, Vladimir, Moskva, Tver, Sankt-Peterburg yo'nalishiga kelib ketsangiz bo'ladi. Keyin bu xaritani ko'ryapsizlarmi aziz yurtdoshlar? Bu avtobuslar qatnaydi mana. Ko'rib turgan avtobuslar bular qatnaydi. Toshkentdan Rossiyaga. Kerak bo'lsa mana istalgan shaharga gruppa odam bo'lsanglar, biz o'zimiz sizlarga частный avtobus, nima deydi aka ularni? Zakaznoy avtobuslarda sizlarni biz olib ketamiz. Xullas aziz yurtdoshlar, xarita bo'yicha Rossiyani aka любой joyga yuramiz. Zakaznoy kerak bo'lsa avtobus. Просто sizlar bog'lanish uchun nomeriga bog'laninglar, ishonchli nomerimiz. Tanlovda adashmanglar.